Sen haliyam shu yerdamisan? Kim eding? Cho'rt tanali. Kesar. Cho'rt kesar. Hozir eslatib qo'yaman. O'tiringlar. Qulog'imga bir gap chalindi. Shunaqa kinolar shaydosi ekansiz. Ko'rganingizni to'plab yurar ekansiz. Hatto noto'g'ri eshitmagan bo'lsam, sizni kinoga doim dadangiz olib borgan ekan. Unga nima bo'lgandi? Film taqdimotida otib ketishdi. Ha, lekin qotilini ham yo'q qilishgan deb eshitdim. Yo'q qilishdi. Chunki o'zi qochmadi. Joyida turaverdi. Ramizga g'irromlik qilganga o'lim deb baqirdi. Kim edi-ya? Dushmanimni dushmani, do'stim deydigan mendan aqlli bittasi bor edi.